Bugungi kunda O'zbekistonda barpo etilayotgan zamonaviy majmualar yurtimizning investitsiyaviy va intellektual salohiyatini namoyon etish bilan birga xalqaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Serbiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi delegatsiyaning poytaxtimizdagi yirik obyektlarga tashrifi ana shunday hamkorlikning amaliy ifodasi bo'ldi. Serbiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Marko Juric boshchiligidagi delegatsiya Texnoparkka tashrif buyurdi. 2019-yilda prezidentimiz tashabbusi bilan asos solingan mazkur ko'p tarmoqli yirik sanoat majmuasida yuqori texnologik raqobatbardosh va eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ushbu maskanda elektron texnika, maishiy texnika, qurilish materiallari va boshqa turdagi mahsulotlar ishlab chiqaruvchi ko'plab zavodlar faoliyat yuritadi. Delegatsiyaga mazkur majmua va undagi ish jarayonlari haqida atroflicha ma'lumot berildi. Shundan so'ng mehmonlar Olimpiya shaharchasiga tashrif buyurib, hududi 100 gektarga teng shaharchada barpo etilgan Olimpiya stadioni, har biri 2000 dan tomoshabinni sig'dira oladigan suv sporti saroyi, velodrom, yakkakurash va jamoaviy o'yinlar majmualari bilan tanishdilar. Shaharcha markazida joylashgan stadion va unda o'tkaziladigan musobaqalar haqida delegatsiyaga ma'lumot berildi. So'ngra boks majmuasiga kirib, u yerda o'tkazilayotgan musobaqalarni tomosha qilishdi. Men O'zbekistonga ilk qadam qo'ygan diqqatlarimdanoq mezbonlarimizning samimiyligi va do'stona munosabatini his qildim. Serbiya tashqi ishlar vaziri sifatida bu yerda bo'lish men uchun katta sharaf. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi va tobora rivojlanib bormoqda. Bu munosabatlar umumiy qadriyatlarimizga, mustaqil va suveren davlatlar o'z manfaatlari yo'lida qanday harakat qilishi kerakligi haqidagi umumiy tushunchaga asoslangan. Bu tashrif men uchun ilhom baxsh bo'ldi. Biz iqtisodiy hamkorligimizni yanada kuchaytirishga kelishib oldik. Biz Serbiyada o'zimizni sport mamlakati deb hisoblaymiz. Chunki juda ko'p jahon chempionlarimiz bor. Ammo O'zbekistonning 13 yoki 14 ta olimpiya medalini, jumladan ko'plab oltin medallarni qo'lga kiritgani haqiqatan ham ilhom manbai. Biz bu tajribani o'rganmoqchimiz. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bunyod etilgan ushbu noyob majmua mamlakat sporti rivojida muhim ahamiyat kasb etishi mehmonlar tomonidan e'tirof etildi.